Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Ig'ir g'amlar besib olgan vaqtda, bo'ynimizga kagichilik qarzlarga bo'g'ilgan vaqtda, nohaq uvalchillik uchirgan, zolimlar tarafidan zulm qilingan vaqtlarimizda, mehribon ota-onalarimizdan ayrilgan, jonjigan qarindoshlarimizni yo'qotib qo'ygan vaqtlarimizda, ishlar qalaymaqonlashib, nima qilishni bilmay, beshimizning ichimi, teshimi qetib, içimiz qattiq siqilgan vaqtda nihoyat shafqatlik, mehribon bir Rabbimizning borlig'ini unutmayli. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilalloh vallohu val g'aniyyul hamid. Ey insonlar, sizlar hammanglar Allohga muhtoj, Allah hammadan bihojat. Allah maqtashga loyiqdir. Biz en ihtiyojli bo'lib, ammo qo'limizdan bir ish kelmay, chorasiz qolgan vaqtda hammaga qodir Rabbimizga qo'limizni ko'tarib, Allohimizning ishigini yalvorib chekayli. Shu orqali biz bu musibatdan qutula olamiz. Bugun biz 7 so'zlik bo'lgan ikki sajdaning orasida, ya'ni namoz o'qish vaqtida, ya farz namozda yoki nafl namozda ikki sajdaning o'rtasida o'qiladigan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadisiga ko'ra dunyo va oxiratning barliq yaxshiliklarini, go'zalliklarini o'zida mujassamlashtirgan bir duoni haqqasanlarning huzuriga sunamiz. Bu duo bo'lsa: Allohumma g'firli varhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini warfa'ni. Assalomu alaykum.